Farzandimizga imorat qurib beryapmiz, qancha mashaqqat chekyapmiz. Birodar, Xudoni o'zi bersin bolangizga. O'zingizga 30 yil oldin hech narsa yo'q edi-ku, berdi-ku Xudo mana. Siz o'ylaysizki, sizni nevarangizga bermaydimi? Beradi birodar. Rizqdan xotirjam bo'ling. Ibodatni qiling. Farzandingizni taqvodor bo'lishligi uchun harakat qiling. Ota bo'lib turib, bobo bo'lib turib, farzandingizni taqvodor bo'lishligiga harakat qiling. U yog'i rizq masalasi Allohdan. Bersa, bir deganda Alloh bersa, birodar, uddala olmaysiz uni. Sizga va 7 zurriyotingizga ham yetadi. Lekin oxirat masalasi. Farzandingizga bugun oxiratni eslatmasangiz, qo'lidan olib qabristonga etib, bu seni bobong bo'ladi, bu seni momong. Mana shu joyda qabrlari, bu joyda o'tirib tilovat-i Qur'on qilib bularga bag'ishlash kerak degan masalani biz bugun o'rgatmasak, siz vafot etgandan keyin yangi vaqtda to bir 2-3 oy, 6 oylar to unutganicha sizni qabringizga borib keladi. Undan keyin siz ham unutilasiz. Lekin farzandingizga ibodatni o'rgatgan bo'lsangiz, namoz o'qishni o'rgatgan bo'lsangiz, taqvoni o'rgatgan bo'lsangiz, birodar, u qilgan yaxshi amallardan savobi sizga yetib boradi. Sizni har namozida haqqingizga duo qiladi va sizdan o'rganadi bugun. Farzandimizga imorat qurib beryapmiz, qancha mashaqqat chekyapmiz. Birodar, Xudoni o'zi bersin bolangizga. O'zingizga 30 yil oldin hech narsa yo'q edi-ku, berdi-ku Xudo mana. Siz o'ylaysizki, sizni nevarangizga bermaydimi? Beradi birodar. Rizqdan xotirjam bo'ling. Ibodatni qiling. Farzandingizni taqvodor bo'lishligi uchun harakat qiling. Ota bo'lib turib, bobo bo'lib turib, farzandingizni taqvodor bo'lishligiga harakat qiling. U yog'i rizq masalasi Allohdan. Bersa, bir deganda Alloh bersa, birodar, uddala olmaysiz uni. Sizga va 7 zurriyotingizga ham yetadi. Lekin oxirat masalasi. Farzandingizga bugun oxiratni eslatmasangiz, qo'lidan olib qabristonga etib, bu seni bobong bo'ladi, bu seni momong. Mana shu joyda qabrlari, bu joyda o'tirib tilovat-i Qur'on qilib bularga bag'ishlash kerak degan masalani biz bugun o'rgatmasak, siz vafot etgandan keyin yangi vaqtda to bir 2-3 oy, 6 oylar to unutganicha sizni qabringizga borib keladi. Undan keyin siz ham unutilasiz. Lekin farzandingizga ibodatni o'rgatgan bo'lsangiz, namoz o'qishni